Xo'p, go ketdik. Xo'p, qaranglar, main controllerning ichidaman. Main controller klassining ichida post information bor. Post information degan metodimiz bor edi. Menimcha eslasalar kerak. Bu o'tga qachon kiradi? Mana bu joyda show global posts bor-ku, hamma postlarni chiqaradigan. Ha, hamma postlarni chiqaradi. Mana bu joyda for aylanib ro'yxatini chiqaradi. Post ID'sini, keyin postning title'ini shunaqa qilib chiqaradida, keyin mana bu joyda postning ID'sini kiritadi. Shu ID'si orqali bitta post tanlanadi. O'sha postni batafsil chiqaradigan narsa mana shu post informationmi? Post ID'si bilan array ketdi mana. Mana array bu hamma postlarni array. Mana post tipida array list. Mana shu post ID bilan array ketdi. Post ID bu imенно mana shu batafsil ko'rmoqchi bo'lgan postimiz ID'si, to'g'rimi? Array bo'lsa hamma postlarni array. Ketdi post informationga mana ID bilan array kirib keldi va mana bu joyda for aylanib o'sha ID ga tegishli bo'lgan postni topdik. Topganimizdan keyin batafsil chiqarganmiz mana. Buni title, content, like, view hammasi chiqarilgan mana. Endi mana shu joyda mana bu postni topdik. Topganimizdan keyin nimalar qilamiz? If you stay yozib tashlagan ekanmiz menu. Mana shu joyda sal boshqacharoq ish qilishimiz kerak. Qaranglar, shuni sal optimallashtirishimiz kerak. Forni ichida qolib ketmaslik kerak bu mana shu. Forni ichida qolib ketmaslik kerak-da. Mana bu joyda bitta post degan o'zgaruvchi ochishimiz kerak. O'sha o'zgaruvchi bilan birga qilishimiz kerak keyin buni. Ya'ni mana bu hamma ma'lumotlar forni ichida yotibdimi, qaranglar. Butun ma'lumotli ma'lumotlar forni ichida yotibdi. Mana shuni bitta post tipidagi, post class tipidagi bitta o'zgaruvchi ochaman. Mana bunaqa. Post. Tak, post degan bu o'zgaruvchi yo'q menimcha. Post tipida yangi o'zgaruvchi ocha olamiz tepada. Keyin bunga new qilishimiz shart emas, prosta boshiga null solib post bor ekan mana. Bu post information, post info deymiz buni. Post for info. Informatsiya uchun bitta post degan. Endi mana forni ichiga kirganidan keyin hamma mana ma'lumotlarni bunaqa qilib solib qo'ymasdan, forni ichiga bitta kirgan payti mana shu post for info degan o'zgaruvchiga solib qo'yamiz. Forni ichida topgan postimizni solamiz. Topgan postimizni solib olamizda, endi mana bu joydagi hamma informatsiyalarni biz pastda yozamiz endi. Ctrl X qilamiz. Mana bu topganidan keyin post infoga mana shu postni solsin, solib bo'lganidan keyin break berib to'xtataversin. Mana shu for tugasin. Keyin for tugab bo'lganidan keyin pastga o'tamizda, mana shu joyda qolgan ma'lumotlarni hammasini yozamiz mana qilib. Lekin bu yerda qaranglar, mana xato berib qoldi. Postni title, content, ID'sini chiqarmoqchi edik, lekin xato berib qoldi. Chunki endi mana shu narsani yozamiz endi. Buni alt j qilsak bo'ladimi mana qilib? Qolgan joyda yo'q. Post for info. Shuna qilishimiz kerak lekin rostdan. Null bo'lmasa qilishimiz kerak bu ishni. Null bo'lsa-chi, if agar mana bu post for info agar null ga teng bo'ladigan bo'lsa, biz return qilib shu yerda to'xtatib qo'yamiz. Yo'q, qaytib ketib qoladi. Agar null bo'lmasa pastga o'tadi, title, comment hamma narsasi chiqadi mana. Like'lar, ko'rishlar soni, prosmotrlar, like'lari hamma narsasi chiqdi. Menu birini tanlasa like bossin, ikkini tanlasa comment yozadigan joyi-da bu. Ikkini tanlasa mana comment yozish. Birinchi navbatda hamma kommentlar chiqarmidi? Mana ikkini tanlasa esiladimi? Get comments. Get comments ga post ID'sini berardik. Shu postdagi kommentlarni olib keladi mana. Comment arrayga. Endi kommentlarni chiqarib beradi. Mana bu narsa esiladimi? Username. O'sha yozgan odam username'i, keyin content, comment. Mana bunaqa comment with username dito degan klass ham ochib qo'ydik-a. O'sha username bilan comment qaytaradigan. Demak, mana shu joyda kommentlarni chiqarganimizda, chiqarib bo'lganimizdan keyin comment yozishni kiritganmiz. Mana bu joyda create comment mana. Post ID bilan commentni berib olganmiz. Imенно mana shu postga commentni yozish uchun. Keyin create view. Buni pastga qo'yib qo'ygan ekanmiz. Chunki ko'rib bo'lgandan keyin oshish kerakmidi? Bittaga ko'rib bo'lgandan keyin oshadi. Shuning uchun ham create view ni pastga qo'yib qo'yganmiz. Esinglarda bo'lsa, view ni oshirish uchun ham bitta alohida klass yaratganmiz.
Alohida entity class. Post view. Unga ham klass yaratilgan. Xo'p, xullas hozir bizlarni qilmoqchi bo'layotgan ishimiz mana shu postga kimlar like bosgan. O'shalarni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Ularni ko'rishimiz uchun mana bu yana bitta menu qilishimiz kerak-da shunda. Title, content, like, ko'rishlar soni, keyin like bosish, comment yozish. Mana shu yerda yana bitta menu bo'lishi kerak endi. Like bosishni pastda. Bu endi oxirga qo'shishimiz kerak bo'lmasa bo'lmaydi. Yo'q, oxirga qo'shamiz. 3-menu bo'ladi endi. 3-menu. Xo'p, bu menuni qanaqa nomlasak bo'ladi? O'zi unaqa menu yozilib turmaydi. Masalan, Instagram boshqa platformalarda yozilib turmaydi. Prosta like bosgan odamlar, masalan, mana shu odam like bosdi, еще yana shuncha odam like bosdi deb soni ko'rinib turadi. Sonni ustiga bossa, shunda kirib ketadi. To'g'rimi? Xo'p. Bu yerda mana buni o'ziga biriktirib olamizmi? Birinchi menuni o'ziga. Bir necha yozib olsa yaxshiroq bo'ladimi? Ha? Masalan, bir necha yozib olsak, loyikasi bo'yicha chiqadi. Birini ustiga bosgan payti like bosadi, keyin kimlar like bosgani ham chiqadi. Ha, mana buni 3-menuni ochib o'tirmaymiz. Murakkablashtirib o'tirmaymiz. Bitta like bosadi-yu. Like ni bosgan paytida like oshadi bittaga. Keyin chiqarib beradi kimlar like bosgani sirasi. Biroq hech like bosishidan oldin kimlar chiqadi, kimlar like bosganini ko'rsatdik, shunda yaxshiroq chiqadi. Ha, keyin like bosasizmi deb so'radi. Biz shunaqa. Misol agar birorta знаменитый odam bosgan bo'lsa, men bosaman deb bosadi Instagramda. Shunaqa. Hurmat qiladigan odamni like bosgan bo'lsa, men ham bosib qo'ya qolaman. Xo'p, bu yerda qaranglar. Umumiy hozirgi glavniy g'oyamiz bizning o'zi o'sha kimlar like bosganini chiqarish. Kelasi oddiyroq qilib ko'ramiz. Ahmadullo siz aytgandek qilsa ham bo'ladi, faqat hozir unga yana ifelsga olishimiz kerak. To'g'rimi? Bir nechiga kiradi. Bir nechiga kirganidan keyin like bosganlar chiqadi, chiqqandan keyin yana hay yo'q qilishimiz kerak ekan. Bu qiyin bo'lmaydi, prosta ifels yozib. Sal ko'proq kod yozishimizga to'g'ri keladi. Mana bunaqa qilib qo'ya qolamiz bo'lmasa, create qiladi, sirazi like ni bosadi. Bosganidan keyin mana bu yerda yana bitta metod chaqiramiz. Ya'ni kimlar like bosgan? Kimlar like bosgani mana shu metod sifatida chaqiramiz. Likerlarni chaqiramiz-da, likerlar o'sha yerda kelib kimlar like bosgani shunda chiqib keladi. Bo'ladan shunaqa qilsak. Xo'p, kimlar like bosganini endi qaysi tomondan aniqlab kelamiz? Buning uchun biz mana shu joydan birinchi so'rab olsak. Qanday holatda kelish kerak bu o'zi kimlar like bosgani? Kimlar like bosganini biz username'larni chiqarib qo'ysak bo'ldi, to'g'rimi? Shunda username'lar chiqsa bo'ldi. User list qachish kerak shunda. O'sha username'larni chiqarib qo'yishimiz kerak. Post ID orqali yoki dito yasaymizmi? Dito, masalan ditoda masalan userlarni qaytaradigan bo'lsak nima bo'ladi? Userlarni qaytaradigan bo'lsak, bunda userlarda hamma narsa bor-da, username bor, password, role, status. Username'ni formulan chiqarib. Da bo'ldi, user qaytaramiz unda. Bu yerdan servisdan olib kelish kerak bu narsani, to'g'rimi? Servisga boradi. Servis qayerga boradi? Database'ga boradi. Database'dan o'sha kimlar like bosganini olib kelish kerak. Kimlar like bosganini qayerdan bilamiz? Mana bu tak. Post like qani? Mana post like array. Mana shundan topamizmi? Post like array. Xo'p, post like degan klassda user ID bor, post ID bor. Imенно bizda mana bu joyda main controllerdan demak nimani berib olishimiz kerak ekan yoki post ID'sini berib olamiz. Post ID'si bilan user ID'ni ham berib olishimiz kerak. Ikkalasini ham berib ola qolamiz. Yo'q, user ID emas. Bu user ID berib olmaydi. Mana shu postga kimlar like bosganini ko'rmoqchimiz-ku hozir. Faqat post ID ekan. Imенно mana shu postga like bosgan userlarni yig'ib turib bu yerga qaytarishimiz kerak ekan. Unda bizga duto kerak bo'lar ekan rostdan. To'g'rimi? Chunki biz imенно mana shu postga like bosgan userlarni, user klasslarini yig'ib qaytaramiz desak, ko'proq, kattaroq ma'lumot qaytadi-da bu yerga. Masalan, deylik 1 millionta like bo'lishi mumkinmi? 1 millionta userni klasslari bor masalan, 1 millionta ichida ma'lumotlari ko'p bo'lgan 1 millionta userni klasslarini qaytarsak, og'ir ma'lumot kelib keladi-ku bu yerga. To'g'rimi? Agarda dito yasasakchi, bittagina username saqlaydigan dito yasasak, 1 millionta userni faqat username'lari keladi bizga, to'g'rimi? Shunaqa qilib yengilroq qilib ishlaganimiz yaxshi.
Demak, bitta duto yasaylik mana bu joyda. Do class yasamiz. Tak. Bu dutomizning nomini nima qilib qo'ysak bo'ladi? Dutomizning nomini likers deb qo'ysak bo'ladimi? Tak, like bosgan userlar. Likers. Likers yo'q, bu tursin mayli hozircha. Tak, likers va buni ichida nima bo'lishi kerak? Bu nima bo'lishi kerak aytgancha record class bo'lishi kerak. Record class va bu yoqda bitta narsa bo'ladi bizda string username. Mana buni ichida hech narsa yozmasak ham bo'ladi. Username bilan qo'shimcha hech narsa bo'lishi shart emas, to'g'rimi? Hozirgi holatda bizda. Imенно qaysi userlar like bosganligini ko'rsak bo'ldi mana shu postga. Endi mana shu orqali ishlaymiz biz. Tak, bu yoqda main servisdan endi olib kelishimiz kerak bu narsani. Array sifatida keladimi? Array list bo'lib keladi bu. Array list. Likers bo'ladi, tak. Array deymiz. Array barobar main servisdan olib kelamiz. Endi main service get likers deymiz. Buni ichiga post ID ni berishimiz kerakmi? Post ID va main servisda bunaqa hozir metod yo'q. Bu metodni ochishimiz kerak, olib kelishimiz kerak. Alt enter bilan ochaveramiz. Great. Null, hozircha null tursin. Endi bu yerda mana shu joyda nimani olib kelishimiz kerak? Post database'dan post like'larning array bor-ku mana bu. Mana post like array. Mana shuni olib kelishimiz kerak. Olib kelib turib o'shaning ichidan topib userlarni olib kelaveramiz. Userlarni olib kelishda bizda zo'r nima bor? Get user by ID bor. Qaranglar. O'sha orqali biz topib olaveramiz. Mana main servisning ichiga kelamizda mana bu joyda endi aylanamiz. Birinchi navbatda array list ochishimiz kerak. Array list. Bu mana bunaqa post like tipida bo'lishi kerak. Yoki mana bunaqa. Post like array. Barobar bu yoqda database dan olamiz endi. Post like array. Database ni ichidan endi get all post likes hammasini olib kelishimiz kerakmidi? Yoki mana bu ID ga moslarini olib kelamizmi? Servisda qilishimiz kerak-ku baribir bu ishlarni, to'g'rimi? O'sha logikasini servisda qilishimiz kerak. Xo'p, hamma post like'larni olib kelaylikda. Endi imенно mana shu postga teng bo'lganlarni topib, keyin ularni like bosgan odamini, userini database'dan olib kelib, uni username'ini dutoga saqlab, shu array yig'ib ketishimiz kerak. Yana mana bu joyda endi array list ochishimiz kerak. Array list mana bunaqa likers class tipida ochamiz. Rest deb ochib qo'yardik, esladimi? New array list. Array list ochdik va for da aylanamiz endi. For ishda aylansak bo'ladi buni. Post like tipida bo'ladi. Post like. Keyin mana bu post like array ni aylanamiz. Post like array ni aylanganimizda mana bu ishni tekshiramiz endi ichida. Ya'ni mana buni bu post like ni ichida, mana post like obyektini ichidan get qilib post ID sini olamiz. Mana shu post ID bilan equals bo'lsa parametrda kirib kelgan post ID mi? Imенно mana shu postga bosilgan like bo'ladi shunda, to'g'rimi? Shu. Yo'q, bu yerda hozir borlari keladi-yu. Database ga bori saqlangan bo'ladi. Yo'qsa kelmaydi shu kodga. Xo'p, endi imенно mana shu postga bosilgan like ni chaqirib oldik. Buni ichida endi mana bunaqa qilamiz. Bitta userni topib olib kelishimiz kerak mana user deymizda barobar va mana shu postga like bosgan userni olib kelamiz bu yerda. Buni database'dan olib kelamizmi? Database'da mana bunaqa metod bor edi. Get user by ID. Sizlarda bu ID orqali userni olib kelib oladi. Shuni bosamizda. Endi mana bu post like ni ichidan user ID sini beramiz buni ichiga. Sababi qaranglar. Mana bu post like nima saqlaydi o'zida? Post ID'si bilan user ID ni saqlaydi. Post ID bilan user ID ni saqlaydi. Demak, mana bu joyda biz aytyapmizki, mana postga, imенно mana shu postga bosilgan like bo'ladigan bo'lsa, shu klassning ichida user ID'si bor. O'sha userni olib kelishimiz kerak. Imенно mana shu postga like bosgan userni olib kelishimiz kerak. ID'si orqali, faqat ID'si saqlangan, u hamma ma'lumotlar saqlanmagan u.
Endi ID'si orqali userni olib keldik. O'sha userni endi biz arrayga saqlab turib qaytarib olsak ham bo'lardi. Lekin nima uchun qaytarmayapmiz? Mana bu joyda user klassining ichida hamma ma'lumot turibdi mana. Bizga faqat Username, parollarni ham qaytarib olmaymiz-ku, to'g'rimi? Hammasini. Faqat username kerak. Shuning uchun duto yasab oldik. Mana bunaqa duto mana faqatgina username'ni saqlaydigan duto yasab oldik va o'sha main servisning ichida mana bu joyda endi o'shanaqa bitta klass nima qilamiz? Ochamiz, yaratamiz mana likers teng new likers. Buni parametriga nima beramiz endi? Userning get username qilib username'ni berib qo'yamizmi nimasiga? Konstruktorga berdik, bitta odamning username'ini topdik va mana resga add qilib joylab ketamiz. Likers. Bo'ldi mana. Nasirxon, qarayapsizmi? Tushunyapsizmi? Xo'p, yig'ib bo'lganimizdan keyinchi oxirida resni qaytarib olsak bo'ldi. Xullas mana like bosganlarni qaytardik, topib turib bu yerga qaytardik, kontrollerga keladi. Kontrollerga kelganidan keyin mana bu joyda hammasini endi chiroyli qilib chiqarishimiz kerak mana shu like bosganlar. Like bosganlarni mana qilib hisobda. Xo'p. Return shart emasdi. Oxirgi tekshirgandan keyin oxirida baribir to'xtaydi-yu. Qayerda? Mana bu joyda? Tepadagi bitdan keyin tekshirdik-yu, reset qildik-yu, shundan keyin. Mana bu joyda return yozamiz deysizmi? Ha, yo'q, hammasini yig'ish kerak-ku. Faqat bittasini nima qilmaydi. Hamma like bosganlarni yig'ish kerak. 1 millionta bo'lsa 1 milliontani yig'adi. Aylanib. Shunaqa qilib resga yig'ib qo'ygandan keyin qaytaradi. Endi main controllerning ichida mana qilib like bosganlar xolos. Like bosganlarni for daylam chiqaramiz endi. For. Xo'p, qanaqa tipda mana bu likers degan klass bor, klassimizning tipida. Keyin array. Mana shu arrayni aylanamiz. Arrayni aylanib faqat username bilan chiqarib chiqsak bo'ldi endi. Salt. Username. Biroz shunaqa qilib chiqaramiz. Endi username'ini chiqarganda ham buni username'ligini bilib turaylik. Mana qilib plus qilib username qilib yozib qo'ydik, mana qilib username'ni mana shunaqa. Har bittasini chiqarganida ham orasini ochiq qilib chiqaramizmi yo hammasi chiqib ketaversin? Orasida joy lista bo'lib chiqadi. Print ln bor, tepadan pastga bitta ro'yxat bo'lib chiqaradi lekin mana qilib. Ustma-ust chiqaradi. Chiziq tortib o'tirmaymiz. Keyin oxirida prosta bitta s-out ln qo'yib qo'yamiz. Keyin keladigan nimalar, yozuvlar pastroqdan chiqadi. Xullas, mana shu postga like bosganlarni olib keldim men. Xo'p, buni olib kelish uchun nima kerak bo'ldi shunda bizga? Nima yordam berdi? Mana shu post like degan klassmi? Post like bo'lmasa nima qila olmasligi, bu narsani qila olmasligi. Mana shu narsa kerak bo'ladi. Like bosganlarni olib kelishimiz uchun. Xo'p, buni menimcha bo'ldik. Qilsak bo'lardi, lekin nagruska bo'lib ketardi. To'xtab qolardi, o'chib qolardi. Klass yo'q bo'lsa hammasini bitta narsa yozishga to'g'ri kelardi. Username-larni o'zini olib kelyapti hozir. 100 ta field bo'ladigan bo'lsa 100 tasini olib kelsa, 100 mingta foydalanish bo'lsa. Ana userlarni olib kelsa deysizmi? Ha, chunki u userlarni olib kelish ham xato o'zi. Chunki u user klassining ichida paroli bo'ladi uning, username'i bo'ladi. Ularni klassdan klassga tashib yurmaymiz-da. Boshqa kerakmi? Bizga kerakli ma'lumotlarni olib kelamiz-da bu yerga faqat. O'shaning uchun ham mana bu data kerak-da. Data transfer object. Xo'p, endi keyingisi sinab ko'ramiz endi buni qanaqa ishlayotganligini. Xo'p, login qila olardik-a? Login username. Qanaqa edi? Database ga bitta qarab olaylik. Alibekmi? Alibek cat 44. Xo'p, Alibek paroli 44. Xo'p, kirdi, bo'ldi. Post bormidi? Mening postlarim o'zim mana buni postlarini ko'raylik qani. My post. Alibekda bor, lekin Alibekdachi? Global postlarni ko'rish. To'g'ri. Global postlarda faqat o'ziniki bor-a. Nariga bosish kerak edi bu yerda.
yo'q ID ni kiritsam, demak chiqib ketar ekanman. Xo'p, demak tizimdan chiqish qilamiz. Valibekdan kirar ekanmiz biz. Sign in qilamiz Valibekdan. Voy. Ha, mana buni tanlamaymiz. Ahmadlar siz yozib qo'yganingizmi bu? Valibek. Tak, paroli doc 334. Global postlarda endi ana u Alibekni postiga like bosamiz. Mana post ID'si 1, postning title'i PDP degan post joylagan. Mana shu ID'sini tanlab ichiga kiramiz postni. Mana to'liq informatsiyasi PDP content'i Javada slash kursi, like'lar soni 0 ta, prosmotrlar soni 0 ta. Like, comment yozsa bo'ladi. Xo'p, hozir like ni bossam, like bosiladi. Keyin like bosganlar chiqish kerak. Bosdik. Like bosganlar sразу o'zini ham chiqarib yubordi. Chunki birinchi like bosildi. Like bosilgandan keyin pastidan like bosganlarni chaqirdik-ku, to'g'rimi? Hozir sразу ishlaganini bildik-da hozir. Sразу ishlaganini bildik. Xo'p, bizga yana bitta foydalanish kerak bo'lyapti. Boshqasidan ham kirib ko'rish. Xo'p, qaranglar, tizimdan chiqishni bosaylik-da, ana u nimadan o'zidan kirib ko'ramiz. Yana bir marta bo'lsak, olib tasharmidi? Aytgancha, olib tashagan payti biz ana u yerdan post like ni o'chirib tashyapmidik? Qaranglar, o'chirib tashlasak, hozir mana bu yerda yana like bosganlar chiqmay qoladi. Mana 4 ta bossak, mana ID ni tanlaymiz, postga kiramiz. Mana prosmotr bitta, like bitta ekan-a? Prosmotr bo'ldi. Hozir like ni bossak, o'chirib tashlaydi-yu, qaytib olardi like. Keyin chiqmasligi kerak ekan u. Mana like bosganlar chiqmay qoldi. Chunki o'chirib tashladi uni arraydan, bu yoqqa ham chiqmadi. Hop, qaytadan bosib qo'yaylik buni, hozir narigidan Alibekdan ko'ramiz. View oshyapti, like 0 ta. Bitta like bosamiz, like bosganlar chiqdi, tizimdan chiqamiz endi. Sign in qilib, nariga Alibekdan kiramiz. Alibek get 1 2 3 4 global postlar. Bu o'zim mening postlarimda ham bor edi bu. Ana Alibekni posti edi o'zi bu. Birini bosib kiradigan bo'lsak, o'zini postiga ham prosmotr oshyapti. O'zi osharmi? Yo'q, 2 marta. Ha, o'zini postida oshmaydigan qilib qo'ymadik biz. Shunaqa qiluvdik. O'ziniki bo'lsa oshmaydi. Ha. Bo'l. Da shunaqa ekan, rostdan ham narigida 3 marta kiruvdik. Xo'p, like-ni hozir bunday like-ni bosadigan bo'lsam, o'zinikiga bosardim, bossa bo'larmidi o'zinikiga? Bo'lardi. O'zi ham chiqdi endi mana. Nariga Valibek bosuvdi like. O'zi ham chiqdi mana, Alibek ham chiqdi. Like bosganlar. Yaxshi. Demak, like bosganlar qaranglar. Oxirgi bosgan pastda chiqyapti. Saqlanib ham qolyapti tartibi. Hozir mana mening postlarimga kiradigan bo'lsam, bunaqa imkoniyatlar yo'q lekin. Mening postlarimda. Faqat ana global postdan kirib kelish kerak ekan, mana. Buni tanlaymiz. Rostdan o'zimning postimga oshmayapti prosmotrni. O'zini postiga. Like'lar soni 2 ta bo'lib qolgan. Hozir yana bitta bosadigan bo'lsam, mana o'zimniki olib tashaldi, Valibekni qoldi lekin. Kimlar like bosganini. Yaxshi, normal. Hozir umuman mana nimalarni, programmalarni qanaqa tuzilishini tasavvur qilsanglar bo'ladi mana shu holatda tuzilishini. Instagram programmasini qanaqa tuzilayotganligini menimcha sal bo'lsa ham tasavvur paydo bo'ldimi? Shular orqali hammasi shu klass, xullas OP orqali hammasi. Hammasi shunaqa holatda OP orqali mana klass ochyapmiz, klassdan obyekt yaratyapmiz. Obyekt yaratib, mana shu holatda klassni klassga ulayapmiz. Shular orqali bo'ladi hammasi. Xo'p, like bosganlarni ham ko'rdik. Xo'p, bu ham zo'r bo'ldi, ancha tushunchamiz oshdi bu bilan ham. Birdamida qaysinda edi bu? Mana bu joyda qildik-a? Kontrollarda mana. Like bosganlar. Xo'p, like bosganlarni-ku ko'rdik. Yana nimani ko'ramiz deb o'tdik biz? Kommentga komment yozib ko'ramiz deb o'tdik-a? Kommentga komment yozish. Xo'p, kim yozdi o'zi kommentga komment yozish? Qilgan odam bormi? Kim yozib ko'rmagan hali? Ha? Men to'g'risi qilish kerak deb o'yladim. Esimdan chiqib qoldi shu narsa. Xo'p, kommentga komment yozish bo'lmasa, birga sinab ko'ramiz kommentga komment yozish ham. Bunga alohida bitta klass ochsa ham bo'ladi. Kommentga komment yozish uchun. O'zi komment uchun biz entity ochib qo'yganmiz-a?
Mana bu narsa mana. Tak. Post comment. Bu post comment lekin imенно postga bosilgan comment, yozilgan commentda bu. Postga yozilgan comment. Tak. Commentni deb ochib o'tirmasdan Mahmudga mana bu ID o'ziniki, user ID, post ID, comment ID. Tak, mana bunaqa qilsak-chi. Post ID'siga comment ID'ni berib ketsak. Comment biza yaratayotgan paytimizda commentga ham ID berib ketayotganmidik? Bu tilda bormi comment ID? Comment ID bor mana. Comment yaratilgan paytini bitta qarab olaylik. Mahmuddan comment ikkinchida yaratiladimi? Mana 2 ni bossa ikkinchi menyuga keladi. Ikkinchi menyuga keldi va mana bu joyda get comments. Birinchi navbatda hamma kommentlarni olib kelib olar ekanda. Realni shunaqa edi o'zi. Comment yozmoqchi bo'lsangiz, hamma kommentlar chiqadi, comment yozasiz. Hamma kommentlarni chiqarib beradi-da, keyin comment yoz deydi. Create comment. Bitta borib ko'raylik shunga mana create commentga. Agar comment null bo'lsa to'xtatib tashlaydi, comment bo'sh bo'lsa, pustoy bo'lsa to'xtatib tashlaydi, agar normalniy bo'lsa o'tadi. Commentni yangi obyektini yaratadi. Va utildan comment ID berilyapti ekan, qaranglar. Comment ID berilib ketyapti har bitta commentga. Bu nima uchun kerak desanglar, hozir biz commentga comment yozmoqchi bo'lsak, imенно mana shu narsa kerak bo'ladi endi. Commentga comment yozmoqchi bo'lsak, endi biz o'sha comment ID dan foydalanamiz. Demak, user ID'si berildi, qaysi user yozgani, bu commentni kim yozgani? Post ID, qaysi postga comment yozilgani va teksti. Tekst. Demak, biz mana bu narsadan foydalansak bo'lar ekan. Post commentni ichidagi mana post ID bor-ku. Post IDga commentni ID'sini berib ketadigan bo'lsak, tak, lekin comment ID ham mana unda bor-da postda ham. Bir xil ketib qoladi. Buning uchun bir xil ketmaslik kerak-da, har xil bo'lishi kerak. Tak. Alohida ochmaslikni ilojini ko'rmoqchi edim, alohida ochirish kerak bo'ladi. Chalkashmaysizlar shunda. Kommentga yozilgan kommentlar. Hamma damlik bor ekanda shuki post ID'si ham bor, comment ID'si ham bor. Mana bunaqa qilsak bo'ladi. Mana bu post comment bor-ku. Mana bu post comment. Mana shu post commentni ID'sini saqlab ketib, nima qilsak bo'ladi? Alohida qilsak bo'ladi. Mana qaysi kommentga biz comment yozmoqchiligimizni kiritmoqchi bo'lsak, o'sha ID'sini tanlab qilamiz-ku baribir. O'sha ID'si orqali. Ya'ni mana bunaqa narsa. Hozir doskaga bitta chizib ko'rsak, joyini. Minute 1 degan narsa esiladimi? Minute 1. O'sha uslubda bog'lasak, nima bo'ladi? Osonroq bo'ladi. Mana comment bu mana. Postni comment. Comment. Buni ID'si bor o'zini. ID'si bor, tekstlari bor, boshqa narsalar bor, bu turibdi endi comment. Endi mana bu bo'lsa, keyingi bizlar yaratmoqchi bo'lgan narsamiz bu commentni comment. Mana buni o'zidan ham yozsak bo'ladi. Buni o'zida yozsak ikkita yo'li bor. Bitta yo'li post ID'ga comment ID'ni saqlab ketish. Uning uchun biz undan UID dan foydalanishimiz kerak. Chunki UID hech qachon bir-birini takrorlaydi. Lekin bizlar hozir utilda nima qilganmiz? Post ID ham birdan boshlanyapti, comment ID'miz ham birdan boshlanyapti. Bir-biriga o'xshab qoladi. Bir-biriga o'xshab qolgandan keyin bizda chalkashlik bo'lishi uchun. Buning uchun UID dan foydalanishimiz kerak. Esingizlarmi UID nimaligi? UID UID degan narsadan foydalanishimiz kerak. Hop, endi hozir men yana ikkita yo'li bor edi. Enam degan klass ochib, mana shu yerga bu comment nimani comment? Postni commentimi yoki commentni comment? O'sha narsani yozib ketish ham variantimiz bor. Tushunasizmi? Bankga bitta enam ochib qo'yamiz, statusini yozib qo'yamiz. Bu postni commenti yoki commentni commenti deb bildirib qo'yadi. Postni commenti bo'ladigan bo'lsa faqat postda chiqarib beriladi. Commentni commenti bo'lsa o'sha commentni ichiga kirgan paytda bo'ladi. Uchinchi variant edi, mana shu alohida bitta klass ochish, alohida klass ochadigan bo'lsak, biz tushunishimizki bu yaxshiroq bo'ladi mana shu. Masalan, commentga comment yozganda ham obyekt yaratish kerakmi? Obyekt yaratib bo'ladi. Har bitta comment uchun yangi obyekt yaratadi. Endi mana bu faqat commentga yoziladigan comment bo'ladi. Endi qarang, comment yozildi, mana bu bitta yozilgan comment.
Mana postga yozildi. Mana post bor. Postga yozilgan komment mana bu. To'g'rimi? Postga yozilgan komment turibdi-da, kommentni mana shu joyda atvet deb bosib turib, mana bu yangi o'sha mana bu kommentga atvet sifatida mana bu yozilgan. Bunga ham atvet qilinishi mumkinmi? Bunga ham atvet qilinishi mumkin. Bunga atvet qilinadigan bo'lsa, mana buni o'zidan foydalanib ketamiz qolgan. Chunki bu komment komment. Atvet qilish kerak bo'lsa, mana bu yerda bo'ladi atvet uchun. Bu atvet uchun komment, bu post uchun komment, to'g'rimi? Mana bu atvet uchun ketadi bu yoq. Shunda sal tushunishga yaxshiroq bo'ladi. Endi mana bunda, mana bu kommentning ID'si masalan 1 bo'ladigan bo'lsa, mana shu kommentga yozilgan atvet, to'g'rimi? Kimdir masalan mana bu post yomon chiqdi deb turib yozdi, mana bu odam yozyapti. Buni endi komment ID'si komment ID'si mana buniki 1. Chunki mana birinchi ID'li kommentga atvet yozyapti. Tekst yozdi. Yomon emas, normallikda o'zi. Mana bunga atvet yozdi. Endi mana shu kommentga yana kimdir boshqa odam atvet yoza olishi mumkinmi? Yozish mumkin. Bu yana shunaqa. Mana ob'ekt yaratadi, komment komment. Bu endi buni komment ID'si ham shunaqa bo'ladi. Komment ID'si buniki ham 1 bo'ladi. Chunki mana birinchi ID'li kommentga atvet yozyapti. Bu ham shunaqa. Mana qilib atvet yozdi. Bu qarang, mana qilibdi endi one to many bo'ldi. Mana bu one to many. Bu yerda bitta ID, bu yerda mana shu bitta ID'dan many kommentlar foydalanadi. To'g'ri? One to many bog'lanish, klasslarni bir-biriga bog'lash. Ya'ni mana bu obyektning ichida mana bu kommentning ID'larini saqlab ketamiz. Mana buni kommentni atvetlarini qayerdan bilamiz shunda? Mana shu kommentning ID'larini mana bu ID'sini berib olamizda, mana shu ID'ga yozilgan kommentlarni bu yerda databasega berib olamiz. Database mana shu birinchi ID'ga yozilgan kommentlarni bizga qaytarib beradi, keyin o'sha mana kommentni tagidan biz chiqaramiz, o'sha kommentga yozilgan atvetlarni. Tushunasizmi? Yozmoqchi bo'lsak ham o'sha chiqarib berganidan keyin pastda o'zimizdan yozsak bo'ladi. Bunda atvetni shunday bosamiz, atvetni bosganidan keyin shunaqa qilib yozsak bo'ladi. Demak, alohida ma'lumot qilib yaratadigan bo'lsak, bizga tushunarliroq bo'ladi mana. Tushunasizmi nima qilishimizni? Alohida bitta klass ochamiz. Comment va comment ID'si bo'ladi o'zini va buni yana emas tekst bo'ladi. Tekst bo'ladi va shunaqa qilib tekst yozib ketaveramiz. Va o'zini ham ID'si bo'ladi. Mana bu o'zini. Chunki mana bunga ham atvet yozish mumkin-da. Bu qanaqa bo'ladi? Unga ham mana bunga ham ID yozamiz. Bunga ID. Buni ID'sini mana bu ID'si bilan ana utilda alohida bitta ID ochib ketmaymiz. Mana shu ID'sidan mana o'zgarishdan foydalanib plus bunga ham qo'yib ketamiz. Chunki mana bu komment bilan mana bu komment ID'si bir xil bo'lib qolsa bo'lmaydi. Boshqacha bo'lishi kerak. Shuning uchun mana utilda mana bu klass topgan, util klassdan o'zgarishdir. Utilda bitta qarasak mana komment ID turibdi-yu mana. Mana shu komment ID degan o'zgaruvchidan foydalanib qo'yib ketaveramiz hammasiga ID. Demak, mana shu holatda shunda birinchi yozilgan komment, mana bu bir ID'li komment bo'ladigan bo'lsa, bu birinchi ochildi. Bunga atvet sifatida mana bu yaratildi. Endi buni o'zini mana buni o'zini ID'si bor-ku. O'zini ID'si. O'zini ID'si 2 bo'ladi. Chunki keyingi yozilgan komment. Mana buni ID'si o'zini ID'si 3 bo'ladi. Shunaqa qilib mana shundan foydalanib ketaveramiz. O'zini ID'si ham. Alohida unik bo'ladi. Shunda mana bu kommentlarni ID'lari unik bo'ladi. UI bo'lgan ishimiz ancha oson bo'ladi. UI bo'lgan oson bo'ladi, faqat UI'ni ana tanlamoqchi bo'lsak, qaysi tanlamoqchi bo'lsak, mana shuncha tekst turadi. ID'sini kiritib desak, yana hisob. Name bo'yicha deb sarf qilsak bo'ladi. Name bo'yicha qilsak bo'ladi. Lekin kommentni nima qilamiz? Kommentda masalan, kommentni name yo'q, tekst bo'ladi. Username deymizda. O'sha username yozgan komment, lekin u user ikkita komment yozgan. Yo'q, ya'ni hozir mana bu ID bilan biz tushunib ketdik. Muammo emas. Biz любой время UI ga o'tib olamiz. Mana bunda, mana bu ID da ishlaganimiz, UI da ishlash bizga problem bo'lmaydi. Bunda bemalol ish ko'raylik hozir, tanlab, hozir logikasini tushunib, UI ga o'tiramiz. Kerak bo'lganda. Xolos agar nomerlar qaysi nomerga kirganimizda qiladigan bo'lsa bo'ladi. Mana biz UI bilan hozirlamasa bo'ladi. Hozir ishimiz osonroq bo'lishi uchun mana shunday qilamiz. Xolos, shunda klass ochishimiz kerak ekanmi? Klass ochilishida davom ettiramiz. Demak, entityga boramiz. Entityga boramiz va entityda yangi klass yaratamiz. Xo'p, klassning nomi commentning comment qilib qo'yamizmi shunda?
comment. Buni hozir mana bunaqa qilib nima qila olmaymiz-ku, to'g'rimi? Chiziqcha qila olmaymiz. Durust. Xo'p, kommentga yozilgan komment. Endi bu yerda birinchi navbatda private o'zining integer ID'si bo'ladi. Bu o'zining ID'si. Komment mana shuni ID'si. Endi ikkinchi navbatda nima qo'yamiz? Private. Bu ham integer comment ID bo'ladi. Private. Keyingisi textmi? Endi mana shu kommentga yozilgan text string bo'ladi. Tekstni qo'ya qolaylik bo'ladimi? O'sha kommentning teksti. Xo'p, yana nimalar bo'ladi? Bunda qolib ketmadimi hech narsa? O'zining ID'si, comment ID'si va text. Ana post kommentda nima yozdik? Qaysi user yozganini ham qilishimiz kerak. Postga kerak emas, chunki bu kommentga yozilayotgan komment bu. User ID kerak. User ID. Voy, hozir qayerda edi yaratayotganim? Mana bu. Demak, mana bu yerda comment ID dan keyin yana bitta user ID ham kerak bizga. User ID. User ID nima uchun kerakligini bilasizmi? O'sha kim yozganligini username bilan chiqaryapmiz-ku biz. Shuning uchun kerak bo'ladi. Xo'p, endi bunga konstruktor yozaylik. Konstruktor hammasiga va parametri yo'q bo'lgan konstruktorni yaratib olamiz. Keyin bunga setter kerak emas hozir. Getterda o'zi yetarli. Getterlarni yaratamiz. Tayyor. Demak, kommentga komment yozishni boshlaymiz endi. Xo'p, kerak emas bo'lgan klasslarni yo'qotaman men bitta endi. Bizga mana shu 3 tasi yetarli, a? Controller, service, database. Demak, controllerning ichida endi nima qilamiz? Mana bu kommentlarni chiqaradigan joyimiz bor-ku. Kommentlarni chiqargan paytimizda ham endi ID'si bilan chiqarishimiz kerak ekanmi? Kommentning ID'si bilan. Demak, mana bu bizga olib kelayotgan mana bu dito bor-ku. Ditoda faqatgina username bilan komment emas, yana nima kerak bo'ladi endi bu yerda? Integer ID'si ham kerak bo'ladimi? Endi bir ikkita xatoliklar bo'ladi yo'qdan olib kelganimizda bunaqa integer ID qo'shmaganmiz. Bu o'zi nima uchun kerak bo'lishini tushunyapsizmi buni? ID'si? Yo'q, bu yerda hozir yoza olishimiz uchun. Qaysi kommentga biz atvet qilmoqchimiz, o'shani bildirishimiz kerak-ku. Biz endi mana ekranga bossak kirib ketmaydi. Konsolda ishlayapmiz o'zi. Unda ID'si chiqib turadi, ID'lari, biron bir ID'ni kiritamiz. Unda ham ID bilan ishlansa kerak. Unda ham ID bilan ishlanadi. Bosgan paytda o'sha ID'si ketadi. Shunaqa. Xo'p, bu ID'sini kiritamiz xullas. O'sha ID'si kiritilganidan keyin o'sha ID ketadi yo'lga qarab. O'sha yerda biz bosgan paytimizda orqasidagi ID ko'rinmaydi, o'sha yerda abstraction ketadi. Uni ID'sini bu ustiga bosganimiz bilan baribir orqasidagi ID ko'rinmaydi. Asli ID ketadi, lekin ko'rinmaydi bizga. Xullas, mana bu joyda nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda username dan oldin comment ID ni chiqarib qo'yishimiz kerak mana shu yerda. Birinchi boshida chiqarib qo'yamiz. Mana bu comment.id deymizda. Mana bu joyda birinchi yozib qo'ylik bo'lmasa, ID deb turib, mana shuni chiqaramiz. Plus qilib format qilib chiqarganimiz yaxshimidi yoki buni? Yetadi mana shu. Keyin orasida mana bunaqa qilib bitta ochiq ham qo'yishimiz kerak-da buni. Mana xullas ID'si masalan 1. 1ni chiqarib bo'lganidan keyin username chiqadi, keyin comment chiqadi. Bo'ladimi? Mana bitta probel keyin chiqib ketaveradi. Xullas ID'lari bilan chiqadi. Endi biz bu yoqqa olib kelganmiz, mana get comments qilib, commentlarni olib kelganmiz. Bu yoqda xato beradi lekin mana bu joyda. Hali yangi comment with username deb o'qiganmiz-ku. Bu yerda username dan oldin nimani berishimiz kerak? Comment ID'si nima? Post comment. O'shani post commentni ichidan ID ni olamiz. Mana post comment .get ID qilib o'zi commentning ID'sini olamiz. Shu commentning ID'sini olamiz, unga solamiz. Boshqa joyda menimcha xato yo'q. Faqat shu yerda xato bor ekan. Bo'ldi, mana bu joyga keladi endi shu bilan. ID'si bilan birga chiqadi hamma ro'yxati. Chiqib bo'lganidan keyin mana bu joyda enter comment degan chiqar ekan. Enter comment.
Tak, mana shu yerda endi enter comment chiqmay turishi kerak bo'ladi. Chunki bizlar kommentlarning ro'yxatini chiqarganimizdan keyin IDlari chiqadi-yu. Chap tarafda. O'sha IDni tanlab olish imkoniyatimiz, keyin komment yoza olish imkoniyatimiz ikkita menyu bo'lar ekan endi bu yerda. Ответ yozish, просто komment yozish. Postga komment yozish bilan kommentga ответ qilish. Shunaqa narsa ikkita menyu kerak bo'lar ekan bizga. Demak, mana bu joyini sal shoshmay turamiz hozir. Enter comment deyishga shoshmay turamizda. Biz mana bu joyda ikkita menyu chiqaramiz. LM bilan bo'laveradi. Birinchi postga izoh yozish deylik. Postga izoh yozish. Ikkinchisi izohga izoh yozishmi? Izohga izoh yozish. Bu ikkinchisi bo'ladi. Endi savol mana LM bo'lmaydi. Buni nima qilamiz? Utildagi get str qilib o'sha yerda olamiz. Ya'ni int tipida mana bu joyda endi izoh menyu qilamiz. Izoh menyu barobar yoki bo'lmasa comment menyu. Utildan endi ana class metodni chaqiramiz. Get text deymizda. Tanlang. Xo'p, bu nimani qaytarardi? Bu text qaytaradi. Biz tanlash uchun text emas. Get integer kiritishimiz kerak edi. Get integer. Xolos, hozir mana bu joyda birni kiritadigan bo'lsa, postga izoh yozadi. Primoy bu bizning boyaga yozgan narsamiz chiqadi mana bu joyda. If agar mana shu comment menu birga teng bo'ladigan bo'lsa, boyaga qilgan ishimiz chiqadi mana bu narsa. Comment yozish, create comment. Bu postga create qilinadi bu. Postga create bo'ladi. Endi nima bo'lsa-chi? 2 bo'lsa. 2 bo'ladigan bo'lsa biz tekshirib o'tirmaylik. Shundoq o'zi ham mana 1 bo'lmaydigan bo'lsa, shundoq ham pastga o'tadimi? Pastga o'tadigan bo'lsa nima qiladi? Mana yoki bo'lmasa mana qilamiz. Yo'q, tanlamasak bir pastga o'tib ketib qolar ekan. Else deymiz. Else desak ham tanlamaydi, nima qilmaydi? Tekshirmaydi o'zi. Else deymiz. Else holatida endi mana bu izohga izoh yozish. Bunda endi ID sini kiritish kerakmi? Bu yerda demak integer comment ID yozamiz, comment ID va utildan mana olib kelamiz. util.get integer qilib comment ID kiriting. Tekstda bo'lishi kerak. Comment ID kiritiladi. Xullas, comment IDsi masalan 2 mi kiritiladigan bo'lsa, comment IDsi o'sha kommentga biz ответ yoza olamiz keyin. Izoh yoza olamiz o'sha kommentga. Endi metodga yoki servisga berib yuborishimiz kerak bo'ladi. O'shani yaratishni. Tak, endi main servisga biz berib yuborsak, main servisdagi metodimiz void bo'lsa ham bo'ladi. Void bo'lsa ham bo'ladi. Shuning uchun mana bu joyda chaqiraveramiz. Mana main service create comment. Tak. Reply to comment deb yozaylik. Bunda javob berish uchun. Bunaqa qilsa ham bo'ladi. Reply to comment. Shunaqa keyin comment ID ni berib olmaydik? Yo'q, to'xtanglar, hali bizga tekst kiritishimiz kerak edi. ID ni kiritib bo'lganidan keyin. Mana bunaqa bo'lish kerak, hali shoshmaymiz. Bu yerda comment ID sini tanlaymiz-ku. Bilsanglar agar o'sha reply ni bosgan paytingizda birinchi o'sha commentni atvetlari kelib chiqadi. Hamma atvet yozgan, ular o'sha commentga kimlar atvet yozgan bo'lsa, o'shalar kelib chiqadi. 4-5 tasi. Keyin biza yozish imkoniyati paydo bo'ladi. Yozilganini chiqaramiz. Biza hozir o'sha commentga yozilgan atvetlarni olib olishimiz kerak. Ro'yxati chiqishi kerak. Keyin commentga atvet yoziladi. O oldingisi qaranglar. Bundan oldin bunaqa ish qildik. Qaranglar, biza postni yozgan, postni bosganimizdan keyin mana kommentni tanladik-ku ikkinchini. Ikkinchi menyuni tanlaganimizdan keyin mana bu joyda o'sha postga yozilgan hamma kommentlarni chiqarib beradi. Mana forda mana. O'sha postga yozilgan hamma kommentlarni chiqarib beradi. Hamma kommentlarni chiqarib bo'lganidan keyin biza komment yoza olamiz, to'g'rimi? Bu yerda endi biza kommentlarni chiqarib bergandan keyin bitta kommentni tanlaymiz, izohga izoh yozishni bosganimizdan keyin
o'sha ID'sini kiriting deydi. ID'sini kiritganimizdan keyin o'sha izohga, o'sha kommentga yozilgan kommentlarni chiqarishimiz kerak. 5 tami, 6 tami bitta kommentga izoh yoziladi-ku. O'shalar chiqqanidan keyin biz pastidan tekst kirita olamiz. O'zi primoy chiqadi. 5 ta kommentga reply qilingan kommentlar chiqadi. Primoy tekst kiriting deb turib chiqib turadi keyin pastda. Shunaqa? Keyin nima qila olamiz? Endi biz mana shu yerdan olib kelishimiz kerak, databasedan olib kelishimiz kerak bo'ladi. Olib kelish uchun hali database'ni yaratdikmi uni array'ni? Hali yaratmadik, o'shalarni yaratib olishimiz kerak. Birinchi navbatda database'da array'ni yaratib olaylik mana bu joyga. Private array list bu bo'ladi. Mana shuni ham o'zgartiramizmi? Comment. Reply to comment deb o'zgartiramiz buni ham. Tak, shift F6. Reply to comment. Xo'p, bo'ldi. Database'da endi mana shuni, mana reply to comment bo'ldi. Reply comment saying new array list. Xo'p, reply to comments array deylik. Uzunroq bo'lsa ham ma'noli bo'lib turgani yaxshi bizga, to'g'rimi? Reply to comments array. Xullas mana shu kommentga atvetlarni arrayda bu. Faqatgina kommentga atvetlarni saqlaydigan array. Mana shu arraydan biz olib kelib olamiz endi o'sha kommentlarni. Tak, yozdik. Endi mana bu joyda hammasini qaytaradigan bitta yozib qo'yishimiz kerak. Get qilib. Get all users mana bor. Mana shu yerda endi public array list qaytaradi. Reply to comment tipida get all chiqmayapti. Get all reply array deb aytib o'tirmaymiz. Get all reply to comment. Bo'ldi. Hammasini qaytaradi. Return reply to comments array. Mana shu arrayni qaytarib olamiz hammasini. Bu yerda main servisda yozish qoldi xolos endi. Hammasini ro'yxatini qaytaradigan. Xo'p, bizga mana shu yerda nima kerak bo'ladi endi? Nima duto bor lekin bizda. Qaranglar. Comment with username duto. Ya'ni mana ID'sini chiqaradi, username'ini, keyin kommentini kim yozganini. Shundan foydalanaveramiz. Mana shundan. Ya'ni ma'lumotlar shu orqali keladi. Xo'p, qaranglar, mana bu joyga nima kelish kerak? Shu joyini yozib ko'rsataman endi. ID'ni tanladik-ku mana. Comment ID tanlandi. Mana shu kommentga atvetlarni olib kelishimiz kerak endi. Bitta kommentga atvet yozilgan bo'lsa, o'sha atvetlarni olib kelamiz bu yerga. U atvetlar array bo'lib keladimi? Array list. Qanaqa array bo'ladi? Mana bunaqa comment with username duto. Mana shunaqa array bo'lib keladi. Prosta comment array deylik, buni ham. Comment array bormidi? Yoki mana bunaqa reply array deymiz. Reply array barobar main servisdan olib kelamiz endi. Main servis .get reply comments. Va bu yerga comment arrayni berib yuboramizmi? Mana comment id'ni mana shu holatda get reply comments deymizda comment id'ni berib yuboramiz. Main servisdan endi mana shu metod ochilishi kerak. Faqatgina mana shu kommentga yozilgan atvetlarni olib keladi shunda. Shunaqa? Get reply comments. Get reply comments by comment id desak yaxshiroq bo'ladi. Get reply comments by comment id. O'sha comment orqali shu comment atvetlarni olib kelganda gapdi. Xo'p, endi kelganidan keyin arrayda aylanib mana shu joyda o'sha atvetlarni chiqarib berishimiz kerak va o'zimiz yozishimiz imkoniyatimiz mana shu joyda bo'ladi keyin. Xo'p, mana buni ochaveraylik, hozir keyin bu yoqni yozamiz. Alt enter bilan create qilamiz. Ancha uzun metod bo'ldi mana. Xo'p, null turib tursin o'sha yerda. Endi kommentlarni nimasini qaytarganimiz bor-ku. O'shanga o'xshash bo'ladi-da bu. Mana get comments. Mana shunga o'xshash bo'ladi. Xuddi mana shunaqa yig'iladi. Array list qilib, xuddi shunaqa qilib yoziladi. Faqat ularning ichidan. Hop, pastga o'tiramiz mana. Hop, endi ularni hammasini olib kelib olishimiz kerak, reply kommentlarni.
array list bo'ladi. Array listga olib kelib olamiz. Reply to comment tipida bo'ladi. Prosta reply array deb qo'ya qolamiz qisqaroq qilib. Va databasedan nimani olib kelamiz endi? Get all reply comments demi? O'shani arrayni olib kelamiz, hammasini olib kelganimizdan keyin endi umumiy mana shu faqatgina shu kommentga yozilgan kommentlarni yig'ib turib qaytarishimiz kerak. Uning uchun yig'ib qaytarishimiz uchun array kerak bo'ladimi? Array list comment with username dito res yozamiz. New array list. Endi for'da aylanamiz. Xo'p, savol, qaysi arrayni aylanamiz endi for'da? Samandar? Tanladingizmi? Reply array nima? Mana buni. O'sha kommentga yozilgan atvetlarni shu yerda olib keldik-a. Endi shuni aylanishdan nima ma'no o'zi bu yerda hozir? Abdulaziz? Tushunasizlarmi, Abdulaziz? Bu yerda hozir mana bu for'da aylanishda nima ma'no bo'lyapti shunda? Nosirxon, aytinglar. Biz kommentariy yozdik-ku, mendan tanlagan kommentariyingizga qancha kommentariy yozilganligini olib olish uchun общий. Misol uchun kommentariy yozdim-ku, men yozgan kommentariyning ichida yana qancha kommentariy borligini ko'rib olish. Nechtaligimi? Nechtaligi emas, endi общий spiskasi demoqchiman. Xo'p, so'raganlar nima deydi? Nosirxon nima deydi? Tushunmaysizlarmi? Diyorbek tushunyapsiz? Ha. Shohrux? Amajon sizcha? Bobur Mirzo? Samandar tushunmay qolyapsiz? Ha? Uncha qaramayapsiz lekin. Abdulaziz, sizda nima gap? Hop, qarang, lekin o'tib ketib qolmasin-da, qaysi joyini tushunmasanglar so'ranglar orqasiga. Sal qaytib bo'lsa ham tushuntirib o'tib ketaman. Qaysi joyini tushunmasanglar. Baribir men bilaman, bu yerda masalan gapirib o'tirgan odamga qarab tursanglar, baribir xayol qochadi ba'zi joylarda. O'shani oldini qanaqa olish kerak bilasizlarmi? Sizlar kimdir gapirib turibdi, narsa tushuntiryapman, sizlar qarab turib tushunganday o'tiribsizlar-ku, faqat xayol ketib qoladi ba'zi paytlar. U aniq bo'ladi. Faqat indamay o'tirsanglar ketadi xayol. Gapirib o'tirsanglar ketadi, masalan, mana shunga aralashib o'tirsanglar, mana shuni yoz, mana shuni yoz, mana shu joyga tushunmadim. Nima bo'ldi deb tinmay gapirib o'tirsanglar, xayol boshqa joyga ketadimi? Ketmaydi. Fokus mashqqa qaratib, ya'ni fokus qarab turganda indamay o'tirsanglar ketadi bari. Lekin gapirib, mana shu narsa nima, mana shu narsa nima deb gapirib so'rab o'tirsanglar, ketmaydi fokus. Ya'ni bitta narsa aytmoqchiman, shu joyda faqatgina dars o'tib ketavermaylik-da, prosta bir tempda ketaversak ham bo'lmaydi. Dars bo'lganda mana indamay o'tiradigan, mana shovqinsiz o'tiradigan, mana maktabda o'tirganimiz yo'q-ku. Shovqin qilib, nima qilib o'tiraveramiz darsga o'tiraveramiz. Sizlar ham gapirib, nima qilib o'tiraveringlar, faqat gapiradiganlar mana Ahmadullo bor. Nosirxon ba'zi-ba'zida gapirib qoladi. Shohrux ba'zida gapiradi. Abdurahim gapiradi. Ko'pchilik indamay o'tiradi. Shu paytlari mana nima, masalan, taklif bo'lsa aytib o'tiringlar, so'ramagan narsa bo'lsa, mana nima deb so'rab o'tiringlar. Masalan, comment with username deb mana shuni tushunmayapman men, nima edi o'zi bu deb turib so'rab o'tirsanglar. Shunda ana tushunali bo'lib turib ketadi hammasi. Xo'p, davom etamiz unda. Faollashinglar faqat, bolalar, faollashinglar. Shuni ochishimizdan maqsad nima? Qaysini? Restga ochdik. Mana buni? Bu resti. Mana bu yerda hozir mana bu array bor-ku, reply array. Bu hamma kommentlarga yozilgan общий nimalarda bu atvetlar bular. Boshqa kommentga yozilgan atvetlar ham bor-da. Hamma atvetlar keldi reply arrayga. Endi o'sha hamma kommentlarning ichidan biz saralab olishimiz kerak, imminni bizga kerakli bo'lgan kommentni atvetlarini. Mana bitta kommentni bosdik, o'sha kommentning atvetlari chiqish kerak-ku bizga. O'shalarni hamma atvetlarning ichidan bizga kerakli bo'lgan kommentning atvetlarini saylab olishimiz kerak. Da, mana komment ID kirib kelgan-ku. O'sha kommentga tegishli bo'lgan atvetlarni replylarni shuna qilib mana resga yig'amizda, resga yig'ib turib qaytarib yuboramiz. Resga yig'ganimizda ham dito qilib yig'yapmiz. Username kommenti. Keyin o'sha comment ID'si. Shuna qilib yig'ib qaytaryapmiz. Masalan, ana unda comment qilib, mana qilib qaytarmoqchi bo'lsak, comment nimada entityda, comment entityda username yo'q-ku. Shuning uchun ham dito formatda qilib oldik-da, mana qilib. Xo'p, for'da nima qilmoqchimiz shunda?
Reply array. O'sha Dada. Ha, Nosirxon bor ekansiz. Reply array. Reply arrayda aylanamizmi? Xo'p, ichida endi if agar mana shu replyning bizda get comment id'simi? Get comment id'si equals bo'ladigan bo'lsa, parametrda kirib kelgan comment id'ga. To'g'rimi? Shunaqa bo'lib qolsa agar, mana shu demak reply qilingan comment mana shu commentga yozilgan mana shu. Mana shu commentga atvet qilingan mana shu. Comment id'si ana shu comment id'ga teng bo'lsa. Endi mana shu yerda mana shu comment username dan yangi obyekt yaratamiz. Yangi new qilib yaratamiz. Bu yerda endi birinchi navbatda reply ichidan mana shu reply comment da bu, to'g'rimi? Reply comment. O'sha reply comment ichidan o'zini id'sini, birinchi navbatda o'zini id'sini, commentni. Keyingi navbatda username mi? Yo'q, username qayerdan olib kelamiz? Bu yerda qaranglar. Reply ichida nima bor? User id bor. User id orqali topib olish muammo yo'q-a bizda. To'g'rimi? Bor bizda unaqa metod. Demak, tepada mana bunaqa qilamiz. String tipida user id degan o'zgaruvchi ochamiz. String emas, qanaqa edi? Id ning tipi integermi? Ha, yo'q, bizga hozir id kerakmi? Yo'q, bizga username kerak. Username kerak-a? Prosta nima deyapman? Id deyapman, string username kerak-a? Username barobar deymizda, endi bu yoqdan username ni topib beradigan bizda metod yo'q-ku. Id orqali prosta userni o'zini topib beradi. Mana bunaqa qilamiz. Database ni ichida get user by id bor. O'shani ichiga mana bu reply comment ni ichidagi user id bor-ku. Shu user id ni beramiz. Get username mi? Buni o'tgan narsa ham ko'ruvdik-a? Mana bu narsa nima qaytaradi? Mana shu User qaytaradi. user obyektda, user obyektning ichida mana shu metod bormi? Get username. Username string ha? Username string, o'sha stringni username degan string o'zgarishga soladi. Endi bunga comment id'si, keyin username, undan keyin tekstini beramizmi? Username, keyingisi endi reply ichidagi get text yozgan ekanmiz, bunga tekstini beramiz. Ular shunaqa qilib obyektini yaratdik-da, endi mana shu obyektni res deb nomlangan array listimiz bor bizning res. O'shanga add qilib qo'shib ketamiz. Mana ditoni, to'g'rimi? Keyin oxirida null ni o'rnida mana shu resni qaytarib yuboramizmi? Commentga yozilgan commentlar qaytadi. Va ro'yxat qilib mana shu yerda chiqarishimiz kerak, mana paydo bo'ldi mana. Mana shu yerda. Commentni ответiga ответ yozmay turaylik hozircha. Hozir cheks ketadi. Yo'q, mana shu bo'ladi bunda ham. Mana shu metod ishlaydi unga. Mana shu bitta metod ishlaydi. Commentda atletga atlet bo'lgandan keyin atletlarning atletiga rekursiya qur. Yo'q, rekursiya bo'lish shart emas. Mana shu metod unga ham ishlaydi. Mana shu metod. Chunki bizda commentlarning id'sini unique qilamiz dedik-ku. Mana shu metod unga ham ishlaydi. Chiqadi atvetlar, id'lar chiqib turadi. Bitta id'sini tanlasak, uni nimalari chiqadi keyin atvetlar. Nima qilib ishlasak bo'ladi. U qiyin bo'lmaydi, faqat hozircha bizda mana shu yetadi. Ya'ni kommentga qanaqa qilib atvet qilish kerakligini hozircha shunaqa tushuntirsa yetadi. Biz databaselarga o'tganimizdan keyin hali batafsil nima qilamiz? Konkret qilamiz u narsani. Xo'p, xullas hamma atvetlar keldimi? Kelganidan keyin forda mana bu comment username detoda aylanib chiqamiz endi. Bu yerda ham mana reply desak bo'ladi. Reply array. Reply arrayni aylanamizda endi mana shu atvetlarni chiqarib chiqamiz endi. Out. Tak, birinchi navbatda. Nima ko'ramizmi? Replyni o'zini chiqarib qo'yamizmi? Replyni o'zini chiqarsak, o'zi id'si, username, teksti bo'lib chiqadi. U lekin toString metodi bor bo'ladi, ichida o'zi yozilgan toString metodi o'sha holatda chiqadi. toString metodi. Bu chiqursin shunaqa qilib bizga ko'rsak bo'ldi hozircha. Endi mana bu joyga out qilib reply comments desak bo'ladi. Xullas mana bunaqa. Izohga yozilgan javoblarmi, atvetlar shunaqada xullas.
izohga yozilgan izohlar. Izohga yozilgan izohlar. Bizda nimaligini hozir bilib tursak bo'ldi, shunaqa qilib yozamiz. Endi izohlar chiqadi. Izohlar chiqib bo'lganidan keyin pastidan bitta e'lon qo'yib qo'ydik. E'lon qo'yib, buni pastidan endi biz izoh yoza oladigan bo'lishimiz kerakmi? Mana shu kommentga, ya'ni izohga yozilgan izohlar chiqdi, biz yoza olishimiz kerak, izoh yarata olishimiz kerak. Hozir izoh yaratmasak, buni sinab ko'ra olmaymiz lekin. Qanaqa ishlayotganligini. Hop, demak, qaranglar, tez yozib ko'rsataman. String birinchi navbatda string text deymizda, text barobar util ichida get text degan bor. Bu yerda izoh yozing deymiz. Nuqta, ikkita nuqta kerak emasda. Izoh yozing va create qiladigan bormidi metod bizda? Izoh create qiladigan bor. Izoh create yozganmidik? Ya u endi postga create qilardi. Bizda main servisning ichida create comment, create post, create like, create view. Bu create commentni bossak, bu postga bosib yuboradi-da bu. Biza yo'q, bo'lmaydi. Bu create comment, post comment yaratadi, obyektini yaratadi. Post comment yaratadi. Endi biz hozir commentga comment yozmoqchimiz-ku, reply qilmoqchimiz. Bu endi reply to comment yaratadi. Boshqa klass ochdik-ku. Shunaqa. Shunday. Create deymizda create reply commentga nima berib yuboramiz bunga? Comment ID'ni berib yuboramizmi? Tushundinglarmi? Comment ID'ni beramiz. Nima uchunligini bilasizmi? O'sha kommentga Atvet yozmayapmiz, reply qilyapmiz. kimga yozayotganimizni. Dedi. Keyin create qilganidan keyin nimadirlar chiqishi shart emas, a? Bo'ldi, mana shuni yaratib yuboramiz endi. Alt enter create void bo'lsin, ID'si kirib kelsin. Hop, endi bu yerda database'da bizda bormi unaqa add qiladigan add post, add user by o'sha getlar boshlanib ketgan. Mana bu joyda nima yaratishimiz kerak? Public void add tak reply comments. Reply comment. Bu yerda endi reply comment arrayga add qilib qo'shamiz. Parametrda kirib kelish kerak, da, reply comment. Reply to comment kirib kelish kerak. Prosta comment deymiz. Mana bu yerda endi o'sha commentni qo'shib qo'yadi. Commentni qo'shib qo'yganidan keyin bu yerga void hech narsa qaytish shart emas. Xo'p, mana bu joyda endi reply to comment yaratishimiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda tekshirishimiz kerak biz ham ifda. If agar mana bu comment ID xato bo'lsa, yo'q, xato bo'lishini keyin tekshiramiz. Mana qilaylik. Tak, comment ID kirib keldi. Bu comment ID kirib kelgandan keyin tekshirib ko'ramiz, bu comment bormi, yo'qmi? Mayli, tekshirish hozir nima qilmaylik? Hozir yozmay turaylik. Primana reply to comment yaratamiz bo'lsa, reply to comment. Aytgancha nima kirib kelmadi-yu botga? Men kontrollerdan. Izoh yozing dedikda, ana tekstni qolib ketibdi-yu. Tekst kirib kelish kerak edi. String tekstdan bo'lishi kerak va ifda buni ham tekshirishimiz kerakmi? Text teng bo'lsa nullga return berib to'xtatib yuboramiz, a? Agarda text is empty bo'lsa-chi? Is empty bo'lsa, buni ham to'xtatamiz, a? Agar pastga o'tadigan bo'lsa, keyin davom ettirsak bo'ladi. Xo'p, pastda endi reply to comment yaratamiz. Reply to comments. Svet o'chganday qo'rqityapti. Reply to comment, xullas comment qilib yaratamiz. New reply to comment. Xo'p, buni parametr nimasi bormidi? Konstruktori. Konstruktorida o'zining ID'si comment ID, user ID, keyin text. Demak, o'zining ID'sini utilda olamiz. Util comment ID berib plus qilib qo'yamiz. Keyin user ID'midi? Comment ID, comment ID ekan. Comment ID'ni berishimiz kerak. Bu ana kirib kelgan, parametrda kirib kelgan comment ID bo'ladi. Keyin user ID, User ID'ni utildan beramizmi? Current user ID.
Keyingisi tekstda. Tekstni berdik. Mana yaratib bo'lganidan keyin endi database ga saqlaymiz. database.add reply comment deymizda mana shu kommentni berib yuboramiz. Database ga saqlab qo'yadi. Mana reply ответный kommentni yaratdik. Xo'p, yaratib bo'lgandan keyin endi bu yoqda create view qilar ekan, qolgan tugir ekan shu bilan mana. Xo'p, endi ishlatib ko'rsak bo'ladi. Bitta sinab ko'rsak shu bilan. Xo'p, sign in. Hozir Valibek bo'lib kirishim kerak men. Sign in. Da. Valibek, buniki doc edi. Global postlarni ko'ramiz. Global postlar mana PDB turibdi. Birni ID'sini, postning ID'sini kiritamiz. Xo'p, like ham, view ham hamma narsa pustoy. Like yo'q, comment tanlashim kerakmidi? Kommentni tanlasam. Mana nimaga bo'sh joy chiqib qoldi. Ha, o'zi kommentlar chiqish kerak-da bu yerda. Shunaqami? Postga izoh yozishni bossam, shu postga izoh yozaman, izohga izoh yozishni bossam, ID'ni kiritishim kerak. O'zimni izohimga o'zim atvet yozgan bo'lib qolaman unda. O'sha nechta qo'ysak bo'ladi agar postga bo'ladigan. Qaranglar, mana bunaqa qilamizda. Postga izoh yozish. Postga yozamiz. Post rasvo chiqibdi deymiz. Xo'p, endi bundan chiqib ketamiz. Sign inni bosamiz, Alibekdan chiqamiz. Alibekdan. Ket 1 2 3 4 yozamiz, 4 ga kiramiz. Mana shu postni tanlaymiz-da. Xo'p, chiqdi. View 1 bo'lib turibdi mana. 2 ni bossam, bitta komment chiqdi mana. Endi mani kommentimga yozdi-yu ana Valibek. To'g'rimi? Men Alibekman mana. Mani kommentimga rasvo deb yozdi mana. Nimamga? Mani postimga. Bunga atvet qilish kerak endi, to'g'rimi? Izoh yozishni bosamiz mana. Comment ID'sini kiriting. Comment ID'si 1 mi? Nomerga o'xshab qolibdi. Ha, mana bu ikkita nuqta ham ikkita bo'lib qolgan. Xullas, bu narsalar hozir muhim emas. Vajnisi hozir logika. Xo'p, bir tanladik. Izohga izoh yozilgan izohlar, ha. Izohga yozilgan izohlar ekan. Yo'q, hali. Yo'q. Nima deyapsan deb qo'yamiz. Izohga yozilgan izohlar. Bosamiz. Endi ko'rishimiz kerak. Chiqdimi bu yoqda? Xo'p, post chiqdi. View ochmagan hali. Mana buni bossak, bitta yozilgan komment turibdi. Izohga izoh yozish. Postga izoh yozish. Yo'q. Izohga izoh yozishni bossam chiqish kerak. Komment ID'ni kiriting. Mana ikkini bosdim. Ha. Da, bo'ldi. Mana bu. Birini tanlashim kerak edi. Mana shu kommentga yozilgan izoh kerak-ku menga? Ha. Ko'p. Izohlar kerak. Kirsak. Xolos, boyaga mana toString o'zi bilan chiqdi-yu. Ha. Mana ID'si 2, username Alibek. Meni yozdimmi? Alibek bo'lib. Komment mana nima deyapsan deb. Izoh yozish. Nomering tashlab qo'yamiz. O'z kommentda shunaqa narsa bo'ladi. Bir-biriga atvet shunaqa narsa yozadi. Hop, bu yerda to'g'rilaydigan narsalarimiz bor, lekin logika ishlayaptimi hozir? Mana bu narsani toString qilib chiqarsa g'alati bo'lar ekan. Buni cho'tki chiqarish kerak edi. ID'si Alibek, lekin hammasi to'g'ri mana. Kommenti. Xullas, 4 tanlab ko'raylik. Yana bular ham chiqdimi? Postni tanladim. Hozir post batafsil chiqdi, post. Kommentni tanlaymiz. Kommenti chiqdi mana. Ha? View ochmayapti. Ha, o'zimnikini ko'ryapman. O'zimni postim-ku. O'zimnikini ko'rsam view ochmaydi. Xo'p, endi mana bu izohga izoh yozishni ikkinchini tanlayman. Izohga izoh yozmoqchiman-da. Qaysi izohga izoh yozmoqchisan deb so'rayapti. Shunaqa qilib so'raganimiz yaxshi ekan. Qaysi izohga izoh yozmoqchisan? Mana, so'raymiz endi. 1 ga deymiz.
Ana ikkita ответ bor. Madosdan meni tashladiganlar yozganman o'zi. Nimani tashlab? Endi ana undan borib tashlaymizmi? Mana shunga ответ yozma. Nimani tashlab temqildi yozdi. Uni mana shunga ответ qilish kerak-da, ana nomering tashladiganga ответ qilib. Mana deb turib. Tagidan chiqadi. Xullas bo'ldi mana. Prosta mana bunaqa qilib bosib olsak, hozir hech narsa kiritmasdan enter deb bosib olsak nima bo'lardi? Return beraveradi, pustoy bo'lganlar uchun. Is empty-ku. Return beraveradi. Xullas ana kommentga komment yozish ham ishlayapti. Normalniy. Endi kofe ichib kelsak ham bo'ladi bemalol.